Prezidentimiz Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida 2025-yilni yurtimizda atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili deb e'lon qilgani yangi O'zbekistonda ona tabiatni asrab-avaylab, ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilayotgan yuksak e'tiborning amaldagi yana bir ifodasi bo'ldi. Aslida mamlakatimizning go'zal tabiati, musaffo havosi, zilol va shifobaxsh suvlari asrlar davomida insoniyatni maftun etib keladi. Biroq sanoatning rivojlanishi, energiya resurslariga talabning ortishi, tabiatdagi munosabatning o'zgargani, iqlim o'zgarishlari, atrof muhit ifloslanishi, suv taqchilligi kabi muammolarni ko'ndalang qo'ydi. Bu masalalar yechimini topish uchun Yashil makon umummilliy loyihasining hayotdagi joriy ekanligi, xalqimizning azaliy qadriyatlaridan biri bo'lgan bo'sh yerlarga ko'chat ekish, bog'-rog'lar barpo etish an'analarini qayta tikladi. Ona tabiatga daxldorlik tuyg'usini kuchaytirdi. Yangi yilning mamlakatimizda atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili deb e'lon qilinishi bu boradagi ezgu ishlar natijadorligini oshirishga xizmat qilishi, yashil boyliklar salomatligimiz va farovon hayotimiz manbai ekanini yanada teranroq anglatishi bilan ham ahamiyatli bo'ldi. Mamlakatimizda Yashil makon umummilliy loyihasi boshlangandan buyon janubdagi vohada yangi bog'-rog'lar barpo etish muhim vazifalarimizdan biriga aylandi. Joylarda 40 milliondan ortiq mevali manzarali ko'chatlar ekildi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan yangi yilni atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yili deb e'lon qilinishda chuqur ma'no mujassam. Zero tevarak atrofimizda yashil hududlar kengayib, yashil qalqonlar ko'payishi ona tabiatimizni asrab-avaylab, kelgusi avlodlarga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Yashil iqtisodiyot ekologik toza energiya, suv va boshqa tabiiy resurslardan iqtisod qilinadigan texnologiyalarni joriy etib, ekologiya xavfsizligini ta'minlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.